nima deysan? Hozir gapim boshlanadi. Keldimi ana yeb to'ymas dugonalar? Kelishgan, norin olmasanmi? Ha, norin olgani kelganman. Nasibona norinlarni Beshqayrag'ochdagi filialidaman. Uyingga yaqin joydaman. Hozir olib boraman. Bo'lib qolgan. Boże mama. Qanaqa? Voy, shu. Qaysiz yaxshimiz, tuzimiz. Hech nima uchratib qolaman. Esa Nasibona norinlarni ishlamasmi? Norinda nima bor sanga? Hay, qo'y sansirabmen. Nargizdan siraysiz, sizga nima o'rtag'izmasmi? Qarang, menga srochna kerak-da. 4 kilo norin berasiz, tog'oralar bilan ustiga qazilar bilan отдельный qazi olib berasiz. Xo'p, 4 tagini olib berasiz. Keyin lochila nonlari, qovurilgan chuchvaralar, keyin bunda jo'jalarni oyoqlaridan berasiz. Bir marta gapirsan mayli. Bizda mana ot go'shtli, mol go'shtli norin bor. Qaysi biridan bering? Endi to'g'risi desam, men uncha go'sht yeyolmayman. Malina dugonalarga otdim, malina dugonalarga ot go'sht yoqadi, shundan ola qoling. Davaychi tezroq olib bering. O'risi xursand bo'ldim sizni ko'rib, ishoning. Oydim, lekin baribir esimda yomon qolib ketgan diye balkonda salto oshganlaringiz. Oy davaychi, anaqa bering. Men shirinliklaringizdan ham olibman. Mayli bir kelman. Shunaqa yaxshi ko'raman shu Nasibona norinlarini, suvlarini maza qilib ichaman. Ivoy etganchani Nargiz dugonam bor. Bo'ldi, ana kvartirasidan ko'chib ketdi Qatortordagi. Yunusobodda turibdi. Voy, assalomu alaykum. Nasibona shularmi? Yaxshimisiz? Ayollarman. Hozir shuni paketga solib bering. Voy, keyin o't pufigingizni oldirganingizdan keyin manziz yaxshimi? Nima? Eringiz tudilar o't pufigini oldirib, ular holat yo'q. Tushunmadimmi? Voy, keyin umringiz uzoq bo'lsa, mana norinlaringni oldim, hozir yetib boraman. Keyin nima bor? Orqamdami? Er xotin urushayapti har doimgidek, bilasan-ku. Hamma xotinlar erini mendan rashk qiladi. Voy, ular tez olib bora qoling. Boy akalarim, toy akalar